Assalomu alaykum, hurmatli ishqiboz. Infotime kanaliga xush kelibsiz. Xalqaro o'rtoqlik uchrashuvi doirasida O'zbekiston va Kuvayt terma jamoalari 9-oktyabr kuni Toshkentdagi Olimpiya stadionida maydonga tushdi. Fabio Cannavaro boshchiligidagi O'zbekiston terma jamoasi bahsda 2-0 hisobda g'alaba qozondi. O'yindagi hisob 10-daqiqada ochildi. Hujumchi Eldor Shomurodov Muhammad Qodir Hamraliyevning ajoyib uzatmasidan so'ng 1-1 vaziyatga chiqib, raqib darvozasini ishg'ol qildi. 19-daqiqada esa oradagi farq 2 golga yetdi. Otabek Shukurovning pasidan so'ng Hojimat Erkinov individual mahoratini namoyish etib, ikkinchi marta Kuvayt darvozasiga yo'l topdi. 21-daqiqada Bosbek Fayzullayev jarohat olib maydonni tark etdi. Uning o'rniga Azizbek Turg'unboyev o'yinga qo'shildi. Bo'limning qolgan daqiqalari ham keskin kurash ostida o'tdi, ammo hisob o'zgarmadi. Ikkinchi bo'limda ham O'zbekiston ustunlikni saqlab qoldi. Hojimat Erkinov va Eldor Shomurodov kabi futbolchilar bir necha bor xavfli hujumlar uyushtirdi. 63-daqiqada hisob yiriklashishi mumkin edi. Biroq Otabek Shukurov hakam tomonidan belgilangan 11 metrlik jarima zarbasini golga aylantira olmadi. Shu tariqa O'zbekiston terma jamoasi Fabio Cannavaroning debyut uchrashuvida Kuvayt ustidan 2-0 hisobda zafar quchdi. Bahsdan so'ng O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro ishtirokida matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Kecha aytganimdek, hech bir o'yin oson bo'lmaydi. Har bir raqibni jiddiy qabul qilish kerak. Uchrashuvni yaxshi boshladik. Mashg'ulotlarda ishlagan g'oyalarimiz ish berdi. Futbolchilar meni eshitayotganidan mamnunman. Biroq hali ishlashimiz kerak bo'lgan jihatlar ko'p. G'alaba bilan boshlaganimiz muhim edi. Endi menda futbolchilar haqida ko'proq ma'lumot bor. Negativlar doimo bo'ladigan holat. Shu vaqtga qadar tanqidlar bo'lmaganmi? Albatta bo'lgan, lekin ularga e'tibor qaratmayman. Doimo o'z ishim haqida o'ylayman. Muvaffaqiyatsizlikka uchrayotgan odamni ham hurmat qilish kerak. Men futbolchilarga biroz agressiv bo'lishlarini aytdim. To'psiz o'ynash ustida ishlashimiz kerak. Raqib pressing qilmagan taqdirda ham bunga tayyor bo'lish kerak. Birinchi golimiz mashg'ulotlar mevasi. Penaltini futbolchilar amalga oshiradi, biroq avval uni his qilish kerak. Buning ustida ishlashda davom etamiz. Futbolda hamma narsani mashg'ulotlar orqali rivojlantirish mumkin. Fayzullayevning holati yaxshi. Bu borada shifokorlar bilan gaplashdik. O'z ustimizda ishlashda davom etishimiz kerak. G'alaba qozonayotgan vaqtda ko'proq nazoratga urg'u berishi zarur. Hisob 2-0 bo'lib turgan vaqtda oddiy holda to'pni yo'qotdik. Raqibga imkon bermaslik eng muhimi. Biroq futbolchilar men ulardan so'raganimni bajara olishdi. To'p nazorati ustida ishlashimiz zarur. Maydonda 90 daqiqa davomida faqat yugurish imkonsiz. Shu sabab futbolchilarga bir-birini yaxshiroq tushunish talab etiladi. Bizning futbol ko'p narsani o'z ichiga oladi. Umid qilamanki, futbolchilar bilan ko'proq gaplashamiz. Garchi doimo birga bo'lmasak-da, ularga ishonch berib, video orqali ishlashga harakat qilamiz, dedi O'zbekiston milliy terma jamoasining bosh murabbiyi Fabio Cannavaro. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.